Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh aytganlar. Hajatun nasi ilal Qur'an. Odamlarning Qur'onga bo'lgan hojati yeb ichishlikka bo'lgan hojatidan ko'ra buyukroq. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Aziz o'quvchi, bugun inshaalloh siz bilan birgalikda Qur'oni Karimdan Suratush Shams, Shams surasini o'qishni o'rganamiz. Allohim o'zi manfaatli qilgan bo'lsin. Bismillahir rohmanir rohim. Birinchi oyat. Vash-shamsi va duhaha. Qarang, vovga e'tibor bering. Vovda lav cho'chchayadi. Vash, bu lam shamsiya. Vash-sham shida tashdid bor, tashdidini bildirasiz. Vash-shamsi mimda ushlab turmang. Vash-shamsi deb. Vash-shamsi va duhaha. Vash-shamsi vada yana lav cho'chchayadi. Va duha, bu du dommalik, ha ikki harakat miqdori cho'ziladi. Ha, bu ha ikki farqlansin, ajrasin. Bunisi ha, bu esa ha, yumshoq chiqadi bu. Vash-shamsi va duhaha. Takror o'qiyman. Vash-shamsi va duhaha. Ikkinchi oyatimiz. Val qamari idza talaha. Val qa, vovda lav cho'chchayadi. Lamga bosamiz. Val, lamda qalqala bo'lib qolishdan ehtiyot bo'ling. Val qa ma ri. Qa yo'g'on harf, ma ingichka, ri ingichka. Val qamari idza dik harakat miqdor cho'zish bor. Tala deganingizda hamzani cho'zing. Talaha, ha dik harakat miqdor cho'zib to'xtaysiz. Val qamari idza talaha. Takror o'qiyman. Val qamari idza talaha. Uchinchi oyatimiz. Wan nahari idza jallaha. Wan vovlarga e'tibor bering, lav cho'chchaysin. Wan nahari, ri ingichka. Wan nahari idza dik harakat miqdori cho'zamiz. Jallaha, lamni tashdidini bildiramiz, undan keyin hamza bor, cho'zamiz. Wan nahari idza jallaha. Hada ikki harakat miqdori cho'zib to'xtaymiz. O'qiyman. Wan nahari idza jallaha. Wan nahari idza jallaha. To'rtinchi oyatimiz. Val layli idza yaghshaha. Val layli lav cho'chchaysin. Val lamda tashdid bor. Val layli yeda bildiring. Val layli idza ikki harakat miqdori cho'zing. Yav g'oyin yaxsha, yax bo'lib qolmasin, yax bo'lib. Yav g'oyin bilinsin, yo'g'on. Yaghshaha, yaghshaha. Sha demak ikki harakat miqdorida, oxirida ikki harakat miqdor cho'zib to'xtaymiz. Val layli idza yaghshaha. Val layli idza yaghshaha. Beshinchi oyatimiz. Was-samaa'i wa ma banaha. Qarang. Was-sama birdan singa bog'lab o'qiymiz. Shamsiya. Was-samaa 4 va 5 harakat miqdori cho'zamiz. Mad, muttasil, 4-5 harakat miqdori cho'zilishi kerak. Was-samaa'i wa ma vovda lav cho'chchayadi. Va ma ikki harakat miqdori cho'ziladi. Banahada ham ikki harakat miqdoridan cho'ziladi. Was-samaa'i wa ma banaha. Takror o'qiyman. Was-samaa'i wa ma banaha. 6-chi oyatimizga o'tamiz. Val ardi wa ma tahaha. Qarang, val ro yo'g'on. Val lamga bog'laymiz. Val a ingichka, ro yo'g'on. Ardi deymiz. Yo'g'on chiqadi. Di. Val ardi wa ma de ikki harakat miqdori cho'ziladi. Toha to yo'g'on, ha ingichka, ha ham ingichka. Va ma tahaha.
Mana shu hadan keyin halarga e'tibor bering. Ko'pchilik toha ha deb yo toha ha yo ikkalasini ham ha qilib yuboradi yo ikkalasini ham ha qilib yuborishi mumkin. Shularga e'tiborliroq bo'ling. Wal ardi wa ma tahaha. Takror o'qiyman. Wal ardi wa ma tahaha. 7-oyatga o'tamiz. Wa nafsin wa ma sawwaha. Shu oyatga e'tiborli bo'ling. Wa nafsin, bu yerda fa va undan keyin sin harf keladi. Bir-biriga yaqin. Shuning uchun ham fa harfini sin harfi yeb qo'ymasin. Qanday? Va nafsim deb turib fa da s yeb qo'ymasin. Fa da to'liq bosamiz. Va si ni keyin bosamiz. Va nafsiu siu deb vovga kirgizamiz. Va nafsin va ma sawwaha. Va ma da 2 harakat miqdori cho'zamiz. Vovda tashdid bor. Sawwa 2 harakat miqdori cho'zamiz. Va ma sawwaha. Ha 2 harakat miqdori cho'ziladi. O'qiyman. Va nafsin va ma sawwaha. Yana takror o'qiyman. Va nafsin va ma sawwaha. 8-oyatga o'tamiz. Fa'alhamaha fujuraha va taqwaha. Qarang. Fa'alhamaha. Fa'al lam ushang. Ha ma ha harf yengil chiqsin. Fa'alhamaha. Hadagi harakatni cho'zamiz. Fujuraha. Haga o'tda bosib yubormang. Fujuraha. Ha deb o'ta ko'p bosmang. Yengil bossangiz bo'ladi. Fa'alhamaha fujuraha. Ha yetadi. Ha deb bosib yubormang. Va taqwa va taqo. Bu yerda ta va ingichka, ta ingichka, qof bor. Qof harfimiz o'rtada kelyapti. Va taqo. Qof qalqala bor, keyin vav. 2 harakat miqdori cho'ziladi. Bu yerda qalqala sug'ro deyiladi. Qalqala kubro bor, qalqala sug'ro bor. Qalqala sug'ro mana qodi. Mana oxirida kelyapti-ku, kubro bu, qodi. Yoki aqo deganda oxirida kelyapti-ku, u kubro bo'ladi. Biroz bosamiz, kuchli chiqadi. Ammo o'rtada kelsa sug'ro. Va taqwaha deyilmaydi. Va taqwaha birdan yengil qilib o'tib ketasiz. Va taqwaha. O'qiyman. Fa'alhamaha fujuraha va taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha va taqwaha. Endi esa 9-oyatimizga o'tamiz. Qad aflaha man zakkaha. Qad. Qo'ygan dalda qarqala bor. Qad da bilinsin qalqalasi. Qaddi bo'lib qolmas, unda tashdid bo'lib qoladi. Qaddi desak. Yo'q. Qad aflaha. Fa'da bildiramiz. La ha. Man nun zalni ichiga yashiriladi. Ixfa bo'ladi. Man zada tagiga kirib boradi. Man zakkaha. Kada tashdid bor va cho'zish ham bor. Ha deb 2 harakat miqdori cho'zib to'xtaymiz. O'qiymiz. Qad aflaha man zakkaha. Yana takror. Qad aflaha man zakkaha. 10-oyatga o'tamiz. Va qad khaba man dassaha. Va qad bir xil, qad bilan. Vav bor. Va qad xoda 2 harakat miqdori cho'zish. Xo bo'lib qolmasin. Xo bo'lib yo'q. Xo. Og'iz bir og'izcha xo. Va qad xoba man nunni daldichiga kirgizamiz. Man dassaha. Dassada ushlab turingiz. Tashdid bor. Dassaha. O'qiyman. Va qad xoba man dassaha. Takror o'qiyman. Va qad xoba man dassaha. Endi esa 11-oyatimizga o'tamiz. Kazzabat samudu bi tagwaha. Qarang, kazzabat ka ingichka zada tashdid bor. Kazzabat tada hams bor. Kazzabat havo chiqadi. Samudu
Bular mutaqoribayn, bir-biriga yaqin bo'lganligi uchun kirishib ketmasin. To'g'ri, boshqa qiroatlarda kirishish bor. Qanday? Ya'ni idg'om qilish bor. T'da thga kirgizib yuborish bor. Lekin bizda hozir o'qiyotgan Hafs an Asimda yo'q. Kazzabat Samudu. T'da o'zida hamiz qilib, keyin Samudu deysiz. Boshqa qiroatlarda kazzabat Samudu, bas Samudu deb turib, masada ichiga kirib ketadi. Bu esa boshqa. Hozir siz bu yerda kazzabat Samudu, Samu ikki harakat miqdor cho'zamiz. Samudu du bitog'u g'oda bildiring, g'oyinda bitog'u va ha vada lavuz cho'chaysan. Va ikki harakat miqdor cho'zamiz. Hada ikki harakat cho'zib to'xtaymiz. Agar qo'shib o'qib ketsak, ana undan keyin munfasil qilib 4-5 harakat miqdor cho'zamiz. Qo'shib o'qib ketsak. Bitog'u idim deb turib agar qo'shsak, hozir to'xtasak, ikki harakat miqdor cho'zib to'xtaymiz xolos. O'qiyman. Kazzabat Samudu bitagwaha. Kazzabat Samudu bitagwaha. 11-oyat o'tdik, 12-oyatimizga o'tamiz. Idim ba'atha ashqaha. Idim deb bildiramiz. Zim deb turib nun bor-ku, nun mimga aylanib ketadi. Chunki baga yo'l qilib kelyapti. Idim lavuzni bir-biriga yopishtirib olmaysiz, bir-biriga tegadi. Idim ba. Idim ba'atha ashda shirinlang. Ashqoha ash deb turib tilingizda orqasiga o'rtasidan chiqadi xolos. Ashqoha as agar oldinga bo'lsa as bo'lib qoladi. Orqaroq qilsangiz ash bo'lib qoladi. Yo'q. Ash emas, as emas. Ash o'rtasidan. Ashqo qo yo'g'on. Ha ashqoda ikki harakat miqdor cho'zish bor. Keyin ha deb ikki harakat miqdorida cho'zib to'xtaymiz. O'qiyman. Idim ba'atha ashqoha. Yana takror o'qiyman. Idim ba'atha ashqoha. 13-oyatga o'tamiz. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. fa ingichka qof yo'g'on ikki harakat miqdor cho'zamiz. Faqala lahum mimda bir-biriga lab tegsin. Faqala lahum ro yo'g'on su ingichka. Sululloh deb Alloh lafzilar yo'g'on aytiladi. Sabab undan oldingi harf dommalik. Rasulullohi kasralab bilinsin. Na ikki harakat miqdor cho'zamiz. Qatallohi naqatallohi va suqoyaha va suq qofda qalqala bor. Va suqoyaha. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. يعني تكرار قيما. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. وسق دايم قلقلة صغرى. قلقلة صغرى كبرى emas, chunki kalimani o'rtasida kelyapti. Endi 14-oyatga o'tamiz. Fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha. Fakazzabuhu fa ingichka kazzada tashdid bor. Ka fathalik. Bu da vovda ikki harakat miqdor cho'zamiz. Hu da cho'zmaymiz. Sababi metda vov sukunlik. Shuning uchun ham cho'zmaymiz. Fakazzabuhu fa'aqa. Agar mana bu hada oldidagi harf ham harakatli bo'lganda, ana undan keyin sila qilib turib cho'zishimiz mumkin edi. Bu yerda u qoidaga tushmaydi. Fakazzabuhu fa'aqaruha fa ingichka a ingichka qo yo'g'on. Fa'aqaruha ikki harakat miqdor cho'ziladi. Fadamdama mimni bildiring. Alayhimda to'xtadik. Alayhim ki sal uzunroq. Shuning uchun ham bu yerda to'xtab nafas olib keyin fadamdamadan boshladik.
Robbuhum deganda ro yo'g'on, buhum deganda mimni bagi ixfo qilamiz. Qanday? Robbuhum ushlab turamiz. Keyin bizam bihimda nunni mimga almashtirib, uni ham ixfo qilamiz. Bizam bihim robbuhum bizam bihim fasawwaha. Shu ikkalasida to'xtab ushlab turishni esdan chiqarmang. Ushlang. O'qiyman. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. يعني تكرار قيمان. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Endi esa oxirgi oyat 15-oyatni o'qiymiz. ولا يخاف عقباها. Qarang, wala vovda lav cho'chchaysin, ladagi harakat miqdori cho'zish bor. Yaxo yo'g'on, yaxofu uqa. Qarang, uga lav cho'chchayadi, uqa. Keyin lav qaytadi, uqa. Qof qalqala sug'ro. Uqabaha ba'da ikki harakat miqdori cho'zish bor. Bunda ham ikki harakat miqdori cho'zib to'xtaymiz. Wala yakhafu uqabaha. Endi esa boshidan bitta o'qiymiz, shu bilan darsimizni yakunlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.